Dadasi? Ha xotin. Men ishga ketyapman. Kelanim chama ishlab bo'lgan bo'lsin. Agar ishlab bo'lmagan bo'lsa, qo'lingiz ichaman. Tushundingizmi? Hay. Ha, uka, shu shuni bo'libdi-da. Yomon hozirga shakamizdek. Ana shu yerda qolaman opa. Tamom, edi, tamom ukajonim, o'zim aylanaysan. Mana opa, beraman pulimni roziman, lekin Tamam. yomon zo'r inson ekansiz, yomon hazilkash ekansiz. Tamam, joying sog' bo'lsin. Mayli, sog' bo'ling. Ish zo'r bo'ldi-da. Soqqani bo'saman. Nima mayda? Provan sot olganmisan? Bo'ldim aman Madina. Bojajon, men buni Rossiyadan olib kelib yoshirib qo'yandim. Xotin ishga ketdi, xotin ishdan kelgancha buni gup. Yuragim bor. Hech qara ishlamaysiz. Yeysiz yotasiz. Pulni qayerdan topasiz? Ayting. Aytmayman, boja, aytmayman. Ana men aytaman-da, men. Ya qarang, erim bojasi, men Olotdagi 12:22 Xumo taksida taksi bo'lib ishlab, ana buni boqaman. Kelin taksichilikdan shuncha pul topsa bo'ladi. Ha, 12:22 da ishlagan taksichilar uchun bonuslar juda ko'p. Undan tashqari kunlik eng ko'p zakaz olgan taksichilar 50 ming so'm bonusi ham bor. Uxlamang. Undan tashqari xotin mijozlar uchun ham haftalik sovg'alari bor, shuni ham ayting. Ha, shunday. Boshlar sen deb Madina. Yoshligim ketdi boshlar.